O'zbek qizi filmi orqali tanilgan Aysenamxon Yusupova hozirda necha yoshda? Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kliplardagi rollari bilan tanilgan O'zbek qizi filmidan so'ng shuhrat qozongan asli qoraqalpog'istonlik mahoratli aktrisa Aysenam Yusupova 2-yanvar sanasida 29 yoshni qarshiladi. Tabiatan kamgap va hali yosh bo'lsa-da mahorati bilan ko'zga ko'ringan Aysenamxon tengdosh hamkasblari orasida eng talabgor aktrisalardan. Tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Onam oilada bitta qiz bo'lgani uchun uydagilari aktrisa bo'lishiga ruxsat berishmagan, lekin 100% iqtidorlari bor. O'zimda ham aktrisa, san'atkor bo'lish rejasi bo'lmagan. Onam xohlagani uchun kichkinaligimdan boshlab qo'shiq kuylaganman. O'zi menga ko'maklashgan. Qizim, mening bu orzuyim ushalmadi. Uni senda ko'rishni istayman. Aktrisa bo'lsang ham, qo'shiq kuylasang ham eng zo'ri bo'lgin. Seni doim qo'llab-quvvatlayman deydi. Keyin o'zim ham san'atga qiziqib ketganman. Onamga bo'lgan qarshiliklar menda bo'lmadi. Maktabni tamomlagach yuridik kollejiga topshirganman, deydi aktrisa bolaligini eslab. 8-9-sinfda o'qib yurgan kezlarimdan ota-ona, yoshlik, vatan haqida qo'shiqlar aytardim. Professional kameralarda klip suratga olardik. Barchasini onam tashkillashtirib, klipmeyker va boshqa kerakli insonlar bilan o'zi gaplashib berardi. Maktabni a'lo baholarga bitirib yuridik kollejiga kirishga qaror qilganman. Agar kira olmaganimda madaniyat yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lganman, lekin o'qishga kirganman, deydi u. Oilamizda san'atkor, xonanda, sozandalar bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlardan 2 yil davomida vokaldan dars olganman. Bundan tashqari institutda ham 3 yil vokaldan dars berilgan. Shu sababli qo'shiqchilikdan bexabarman deya olmayman, deydi Aysenam. Yoshligimdan Dilnoza Kubayeva, Ra'no Yarasheva, Ra'no Zokirova kabi aktrisalarning intervyularini gazetada o'qib borardim. Ulardek teatrda ishlashni xohlardim. Shuning uchun Toshkentda san'at oliygohida o'qishga kiraman derdim. Lekin institut menga kino olamini ochib bergan. Birinchi yil o'qishga topshirganimda kira olmaganman. Sababi na ijodiga, na testga tayyorlangandim. Yiqilganimdan keyin 2-yil o'zbek tili, tarix, ijodiy sinovlarga tayyorlanib, imtihon topshirdim va o'qishga qabul qilindim. Agar yana kira olmasam, yuridik universitetga topshirishni o'ylab qo'yganman, deydi u. Ustozim rahmatli Jo'ra Mahmudovning tashabbusi bilan kinoga kirib kelganman. O'qishning birinchi kursida bizga hech qanday syomkalarga chiqish, hech qayerda suratga tushish mumkin emas deyishgan. Qachonki 4-kursni bitirsangiz, shunda rol o'ynaysizlar deb aytilgan. Ammo mening ustozim unday emasdi. Birinchi kursligimda yonimga kelib, "Oysanam qizim, qara, mana bu yerda kasting bo'layotgan ekan, raqamini ham yozib keldim, qatnashib ko'rasanmi?" deb bir parcha qog'oz bergan. Xo'p, ustoz deb o'sha raqamga qo'ng'iroq qilganman, lekin barcha rollarga aktyorlar tasdiqlanib bo'lganini aytib, to'g'ri tushuntirib yuborishgan. Ammo mendan ham video proba olib qolishgan. Bir haftadan keyin biz aktrisani o'zgartiryapmiz, o'rniga sizni oladigan bo'ldik deb qo'ng'iroq qilishgan. Birinchi taklif rejissor Hilol Nasimovdan bo'lgan. Hayot filmiga kasting o'tkazayotganda meni yo'lakda ko'rib qolgan. So'ng qayerda va qaysi yo'nalishda o'qishimni so'rab kastingga taklif qilgan. Bu 2017-yil edi, deydi Aysenam Yusupova. Aysenam Yusupova bosh rolni ijro etgan O'zbek qizi filmi 2023-yilning avgust oyida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan 4 Lendok xalqaro kinofestivalida eng yaxshi ayol roli uchun mukofotga munosib ko'rilgan. Bu filmdan keyin stressga tushib, hatto ismimni aytishsa tez jahlim chiqadigan bo'lib qoldi. 2 oy davomida syomka qildik. Toshkentga qaytganimdan so'ng bir hafta dam olib, keyin boshqa suratga olish ishlariga borganman. O'zbek qizi filmi ham jismonan, ham ruhan men rol o'ynagan eng qiyin kartinalardan biri bo'lgan. Filmga juda katta tayyorgarlik ko'rganman. Odamlar ozg'ingina qizsiz-ku, 20 kiloli miltiqlarni qanday ko'tardingiz deyshadi. Filmning ssenariysini o'qiganimda ko'zlarimga yosh kelgan va bu rol menga nasib qilsa, buni shunchaki o'ynashga haqqim yo'q deb o'zimga aytganman. Film 2 yil davomida suratga olindi. Orada boshqa suratga olish ishlariga ham bordim. Ammo xayolim va yuragimning bir chetida shu rolim turardi. Film uchun sport bilan shug'ullandim. Bu menga ancha foyda berdi, chunki kinoda tog'lardan yiqilish, dumalash, maxsus harakatlar bor. Miltiqni birinchi marta ko'targanimda yelkim og'ib qolgan, ammo keyinchalik repetitsiyalarda moslashib ketganman. Ko'karmagan, shilinmagan joyim qolmagan. Har kuni qayrimdir qonardi. Syomka jarayonida jiddiy jarohat olganman. Qo'limga shisha siniqlari kirib ketgan. Bitta dublda olingan epizodlar bor. Unday paytda stop deya olmasdim. Ammo filmdan ko'nglim to'lgan deya olmayman. Har gal qiyin syomkalarga to'g'ri kelib qolaman. Chunki menga yuklatilgan rol oson bo'lmaydi. Balki men qiyinchiliklar
kamchiliklarga ochiq bo'lganim uchun ham shunday syomkalar duch kelar, deydi aktrisa. Bundan tashqari Meros filmida ham bir hafta ot ustida tayyorlanganmiz. Oson kechgan, ammo aynan syomka boshlangach, ot choptirish sahnasida tog'dan pastga tushayotgan mingan otim tezlashib ketgan. Yonimda partnyorimning oti bor edi va boshqa tarafimizda mashinada kamerada syomka qilib ketilayotgandi. Mashina va sherigimning oti biroz tezlashgani uchun mening otim ham tezlashib ketgan va jilov qo'limdan chiqib ketgan. Otning tagida qolib ketmaslik uchun nima bo'lsa bo'lar deb bo'ynidan quchoqlab ko'zlarimni yumib olganman. Ot borgan sari tezlashyapti. Agar hozir o'zimni qutqarmasam biror nima bo'ladi deb tavakkal qilib, bor kuchim bilan o'zimni yon tomonga tashlaganman. Bir payt ko'zimni ochsam, tepamda hamma turibdi. Ishimizda shunday vaziyatlar ham bo'ladi, deya eslaydi aktrisa. O'zim belgilab beradigan talablar bor albatta. Birinchidan gonorar masalasi, ikkinchidan ish grafiki, uchinchi o'rinda partnyorlar. Masalan, seriallarda partnyor bilan uzoq ishlanadi. Siz harakat qilaversangiz, u partnyoringiz energiya, kuch bermasa foydasi yo'q. Shuning uchun partnyor tanlaymiz. Eng maza qilib ishlaydigan partnyorlarim bu Shohruh Hamdamov va Fotih Nasimov. Men ko'pincha rejissyorga yon bosaman, tasavvur qilgan qahramonini chiqarib berishga harakat qilaman. Sababi uning ham ko'ngli to'lishi kerak, deydi u. Ko'pchilik aktrisalar rejissyor yoki prodyuser tomonidan nojo'ya takliflar bo'lgani haqida gapiradi. Xo'sh, yosh aktrisa Aysinam Yusupovada ham bu holat kuzatilganmi? Ko'p aktrisalarning o'zlariga bildirilgan nojo'ya takliflari haqidagi intervyulari qulog'imga chalingan. O'z ko'zim bilan ham ko'rdim. Shunday paytlarda Xudoga shukr dedim. Menga hali hech qanday nojo'ya taklif bo'lmagan, bo'lmasin ham, deydi u. Kinodagi oliy maqsadim xalqqa yaxshi narsalarni qoldirib ketish. Men o'ynagan filmlarni ko'rib faxrlanishlari, nimadir o'rganishlarini xohlayman. Shu kasbni tanlab turmushga chiqmaganimdan afsuslanaman, lekin men hali yana ijod qilishim kerak, yuqori cho'qqilarga chiqishim kerak. Turmushga chiqsam va erim san'atni yig'ishtir desa yig'ishtiraman degandim. Ammo tanganing ikkinchi tarafi ham bor. O'sha inson bunga munosib bo'ladimi? Shuncha yillik mehnat, oilam meni qiynalib 6 yil o'qitgani, vahshiy sohada buncha chidab kelganimga arziydimi? Mening eng yaxshi rollarim hali oldinda deb o'ylayman. U inson bulardan voz kechishimga loyiq bo'ladimi degan savol ham bor. Agar haqiqatda arziydigan inson bo'lsa, ishimni yig'ishtirardim, deydi aktrisa. Avvalo ruh bir-biriga tushishi kerak. Ko'zimga qarab ichki holatimni, ichimdan nimalar o'tayotganini his qila oladigan, so'zsiz ham tushunadigan inson bo'lishi kerak. Aytganimdek, eng muhimi ruhlar bir-biriga mos kelishi, deydi u. Qalbim aqlimga nisbatan ojiz. Ko'pincha ko'nglimga tayanib ish qilganimda yutqazaman deb o'ylayman. Agar aqlim bilan ish qilganimda unaqa bo'lmasdi deyman. Aslida inson 70% aqliga, 30% qalbiga tayanishi kerak, deydi u. Buni atrofimdagilar ko'p biladi. Eng ko'p nega buncha qaysarsiz deyishadi. Nisbatan kam gapman, rollarda ham kamroq gapiradigan rollar xohlayman. Atrofimdagilarni ham o'zimga mos tushadiganini tanlab gaplashaman. Ha deb ochiq bo'lishni emas, sirli bo'lib o'z ishimni bilib qilishni xohlayman, deydi aktrisa. Aysinam Yusupova 2024-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan Kelajak bunyodkori medali davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Oltin Humo 2023 milliy kino taqdimotida ham u ijro etgan O'zbek qizi kinosi yilning eng yaxshi filmi mukofotiga sazovor ko'rilgan. Bundan tashqari Tojikistonda o'tkazilgan xalqaro kino festivalida ham shu rol uchun eng yaxshi aktrisa e'tirofiga loyiq topilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. Aysinamxon Yusupova hozirda AQSh safarda. U tug'ilgan kuni uchun o'ziga o'zi sayohat chiptasi sovg'a qildi.